Bugun men sizlarga oshqozon to'g'riliq ikki qiz gap qilay tuqqanlar. Bu oshqozon odam badanidagi eng cho'ng hazm qiladigan a'zolardan birisi. Ya'ni biz yegan tomoqni dastlab qadamda umoch oldiga akab kiritgan muhim bo'lgan bir a'zolardan birisi. Endi mushu oshqozondami har xil kasalliklar o'tadi. Masalan, oshqozon yollig'i deymiz, oshqozon yorisi deymiz, 13 barmoq uchay yorisi deymiz, nerv xarakterlik oshqozon yollig'i deymiz, chalvarash xarakterlik oshqozon yorisi, uningdan bilak Yigilash xarakterlik oshqozon yollig'i deganga o'xshash nurg'ulg'an turliga ayrıladi. Men bugun sizlarga mushu oshqozon 13 barmoq uchay yorisi bo'lib qolgan chog'da odam badanida qanday alomat ko'rsatganligini, buni qanday oldini olamiz, nimalarga parhez to'g'risida men ikki og'iz gapiray. Odatda oshqozon 13 barmoq uchay yorisi bo'lib qolgan chog'da odatda qo'soq ochchig'ida qo'sqa og'ib ketadi. Ya'ni oshqozon og'rib ketadi. İçişit. Lekin azroq tomoq yeb bo'lgandan keyin oshqozonniki og'riq qo'yib qo'yadi. Uning bilan oshqozon 12 barmoq uchay yorisi bo'lib qolgan odamlarda odatda tomoq ham do'rdan o'ylashmagan havolasida tarat qorong'i kelgan bo'lsa, oshqozonim qanovatibdi deb bilsangiz bo'ladi. Endi shunda oshqozon 12 barmoq yorisiga giribdor bo'lib qolgan mushu tuqqanlar nimalarga diqqat qilish kerak degan chog'da birinchidan sut ichmaslik kerak. Ikkinchidan badam beg'izi yemaslik kerak. Uningdan bilak har xil meva-chevalardan deymiz, shoptul, olma, qizil uzum, bular ho'l qizil uzum, ham uzum. Ham mushu uzumni yasagan har xil ichimliklar, masalan, xotanning rayhon sharbati, oqsuning zabib, musallas, har xil qizil uzumni yasagan har xil ichimliklar yapılmasa, haraqlar oshqozon 12 barmoq uchay yorisi bo'lib qolgan odamlarga bak ziyon qiladi. Uningdan bilak sut ham shakar miqdorini ko'p bo'lgan yemaklarni. Masalan, tort, pecheni pryaniklarmi oshqozon 12 barmoq uchay yorisi bo'lib qolgan odamga bak ziyon qiladi. Uningdan bilak quni qundatgan tomoqlardan, masalan, umash deymiz, zag'ra deymiz, shungutmoq deymiz, kumalak deymiz, yerlik tomoqlarimizdami, shu quni qundatgan tomoqlarimiz ziyon qiladi. Uningdan bilak qahvami bak ziyon qiladi. Şuna oshqozon keseli girib bo'lgan odamlar do'rning bak nochisini yeb ketdi. Yuqoriga o'xshash parhezga diqqat qilmasanglar, ham bu shu parhezni oz degan chog'da 6 oydan 1 yilgacha tutmasanglar, sizlar u dori yeganinglar bilan chet elning dorisi yeb ketinglar, kasalliklar tut yildidan saqaymaydi. Uchinchi birisi bu oshqozon kasalliklari ruhiy kayfiyat bilan bak zich munosabatlik. Endi oshqozonni saqaygan bilan bir xapçılıqqa uçursanglar, bir işler bak ciddileşip ketsanglar, bak qo'qab ketsanglar, oshqozon kasalinglar necha yil qo'zg'almay oshqozon darhol qo'zg'alishi mumkin. Chunki kayfiyatni oshqozon uchun eng tez bayqalaydi. Shunga oshqozonga qarata faqat do'rg'ilam tayinib olmay, o'zinglarning kayfiyatini yaxshi tutsanglar, nurg'ulg'a oshqozon kasalliklari balkim do'ri yemay turibmi, saqib ketishi mumkin.